tomoqdagi ikkita infeksiyani deb ichakdagi butun bir boshli armiyani qirib yuborish kerakmi? Buni odamlarni o'zi tushunib yetish kerak. Vrach nima qilsin? Boradi yozadi keyin. Nimadir yozish kerak-ku. Meni yaxshi qil deydi. Nima bo'lsa ham yaxshi qil, tuproq yozsang ham ichaman, suv yozsang ham ichaman, nima bo'lsa ichaman, somon bo'lsa ham yeyman deb boradi. Keyin aytganini qiladi. Vrachga savol berish kerak. Assalomu alaykum doktor aka, yaxshimisiz? Siz nima mutaxassissiz? Ha, pediatrman. Siz bizga nima diagnoz qo'ydingiz? Bu nima bu? Baraka topkir. Oti bormi? Nima, gerpesmi, grippmi, sitomegalovirusmi, taksoplazmami, kandidami, nima bu o'zi? Agar jo'yali gap gapira olmasa, diagnozingizni точно ayta olmasa, nimaga lecheniya yozdirasiz? Bilasizmi, bir tanishim aytgan, Che davlatga borganida shamollab qolgan kasal bo'lib. Klinikaga borganda suyuqlik ichasan bo'ldi. Shuni yozib bergan. Endi ko'proq suyuqlik ichasan. Antibiotik yozmagan, tushunyapsizmi? Demak, shamollash, qaysidir grippni ko'proq suyuqlik ichib chiqarib yuborish mumkin ekan. Albatta mumkin. Men hozir butun meni eshitib turgan o'zbek lab zabonini tushunadigan odamlarga bitta yangilik aytaman. Shamollash davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. O'zi 1 hafta 7 kundan iborat-ku. Bo'ldi. Shamollash davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. Shamollash davolanmaydi. Shamollashga uyda o'zingiz bilganingizni qiling. Paracetamol ichib turing temperaturaga. Yevropa shunga asoslangan. Xuddi shunday. Siz shamolladingizmi? Bo'ldi, 7 kunda o'tadi, iloji yo'q. Antibiotik boshlasangiz ham 7 kunda o'tadi, boshlamasangiz ham 7 kunda o'tadi. To'g'ri. Iloji yo'q. To'g'ri. Bu standart bu. Daminov Shuhrat Nosirov degan professor ustozimiz 80 ga kirgan. Endi o'lishlaridan 1-2 yillar oldin. Bolam shamollash deb o'zlari shamollab o'tiribdi. Professor, terapevt. Shamollash davolasang 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasang 1 haftada yaxshi bo'ladi. Hech esimdan chiqmaydi. Men butun xalqimizga shuni aytaman. Shamollashni davolamang, shamollashni yengillashtiring. Shamollashga antibiotik olib, bir nimalar qilib xarajat qilmang. O'sha pulga ovqat olib yeng. Go'sht yeng, ovqat yeng, immunitet ko'taring, aptekalarni sindirib yuboring. Umuman shu. Biz aptekalarimizni yarmi shamollashga tabletka, o'zjarchi. Immunitetga nima kerak bu? Ana endi Yevropani doktori nima qildi? Siz aytgan doktor narsa yozmadi-ku. U ana patsientni qutqardi. Keyingi kasalliklardan qutqardi. Shamollash yo'q bo'ldi, baribir bo'ladi, 7 kun protsess o'tadi. Keyingi hayotidagi umriga foyda beqildi u. Keyin ham bor-ku yashash, to'g'rimi? Hozir shamolladi. Biz 7 kunga sabrimiz yo'q, 3 kunda yaxshi bo'lishimiz kerak. 3 kunda yaxshi bo'ldi. Endi hayot davom etadimi? 6 oydan keyin nima bo'ladi? Yana shamollash mumkin-ku. Keyin nima bo'ladi? Keyin yana ham og'irroq bo'ladi. Undan ko'ra boshidagi 1 yilda boshidagi shamollashda inqillab 7 kun bir mola qilib amallab o'tkazsak, to'g'ri. Keyingilari bizni keyin qo'rqita olmasligi kerak-da. Shamollashdan hech kim qo'rqish kerak emas. Shu narsani yodlab oling. Davolasa 7 kunda, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bu qoida, oltin qoida. Voy Abdulatif aka, rahmat. Biz bolalarimizning organizmini rasvo qilib o'pmiz, ota-onalar, to'g'risi. Chunki har shamollaganida dori beramiz, har masalan bor shunaqa 2-3 ta mashhur dorilar ichgandan keyin o'tib ketadi. Lekin o'zimda sinab ko'rganman-da shamollaganimda, ichmaganman, o'tib ketgan. Yashang. Endi shamollashda o'tib ketmasa nima bo'ladi? Xo'p, yo'talib yurasiz, ozgina nimadirlar yana o'ng'arilib ketadi. Organizm o'zini tiklaydi, immunitet sal yaxshiroq bo'lish kerak. Bu uchun shamollashdan immunitet yaxshi bo'lsa asorat qolmaydi. Ovqatlanish har xil qilish kerak. Meva-cheva, zelenlar, ichimliklar, suyuqliklar ko'proq. Paracetamol bo'ldi. Immun temperaturani tushirib turish kerak. Qirqqa chiqib ketib kerak emas. O'sha antibiotik terapiyalar boshida noto'g'ri boshlanganligidan keyingi shamollashlar o'sha temperaturani 40 ga chiqib ketishlariga sabab bo'ladi. Bosh kirib qolganda, qisqasi